manba setlarini mani xo'jayinim ichyapti. Bitta men buni ichyapman, chunki bu anor sharbati, bu immunitet ko'taradi, qon ko'paytiradi. Menga qon kerak, yoshlartiradi, organizmni очищение qiladi, kerak narsalarni tozalaydi. Shuning uchun men buni ichaman faqat. Bu detokslarni men ichmayman, o'rtolaman, yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Buni xo'jayinim ichyaptilar. Yulduzapani o'zining retsepti bilan o'zlari kontrol qiladi, o'zlari tuz berganlar. Har kuni o'zlari отчет so'raydilar. Nima bo'ldi, nima qildingiz? Har bitta patsientkasi bilan shunaqa ishlaydi Yulduzapa. Ozmagungacha, lekin rezultatga chiqmagungacha harakat qiladi. Xullas, men bir kunda 2 mahal tayyorlab beraman xo'jayinimga kokteylini. Bu hech qanaqa immunitet tushirmaydi. Naborot, bu kollageni bor, immunitet ko'tarib turadi. Mana ko'pchiliklar tabletkalar, zaharli dorilar ichadi-ku, ozish uchun. Уже ko'ngillarni aynitadi, ovqat ko'rsangiz quskilik keladi. Vobshe unaqa emas. Bu ovqat o'rnida ovqat bu sizlarga, vitamin, mana bu yerda choylari bor. Xullas, mani xo'jayinim bir 15 kundan beri ichayotgan bo'lsalar 7 kilo vez tashab tasavvur qilsam.